ikkinchi bo'lim ancha asabiy tarzda o'tdi o'sha vaziyat. Umumiy keladigan bo'lsak, birinchi bo'limda maydon egalari faolroq bo'ldi desam bo'ladi. Ikkinchi bo'limda biz ancha hujumda keskinlikni amalga oshirib, birinchi to'pni darvozaga yo'llashga muvaffaq bo'ldik. Yana bir vaziyat, agar Zafar Murodning goli darvozabon yaxshiroq harakat qilmaganda, o'sha vaziyatda agar golga aylantirganimizda, bu hissiyotgacha, bu emotsiyagacha balki kelmasdi. O'sha uchun menimcha ikkita jamoa ham g'alaba uchun harakat qildi. Muxlislarga manzur bo'ldi deb o'ylayman o'yin. Savollar bormi? Hakam qaroridan juda norozi bo'ldingiz, penalti bo'lgan vaziyatga qanday? Albatta butun jamoa norozi bo'ldik. Chunki bu vaziyatda balki birinchi bo'limdagi vaziyat penaltiga balki yaqinroq edi-yu, lekin bu vaziyat meni fikrimcha bu yerda penalti yo'q edi. O'sha uchun biz futbolchilarim norozilik bildirganga men borib Umarni to'xtatishga harakat qildim. Birinchi endi maydonga chiqqanim balki bu noto'g'ridir. Umar qizil olmasligi uchun men Umarni uspakoyit qilganimdan keyin sudyaga borib menga bu qarorni qilding deganimda menga ham qizil ko'rsatdi. Bo'lgan voqea shu. Qo'qon jamoasi asosan ikkinchi bo'limda o'yinni kuchaytiryapti. Buni o'yinni ko'rib tahlil chiqqanimda bunga tayyormidilaring? Yo'lamaylar ikkinchi bo'limda bo'ldi. Ikkinchi bo'limdami? Qo'qonni oxirgi o'yinlarda ko'rdik, o'sha xarakter iroda namoyish etib 2-0 da 2-2 qildi. Navbahor bilan g'alabani olib ketdi. Bu jamoani o'sha funksional tayyorgarligi yaxshi ekanligini ko'rib turibdi. Lekin bugungi o'yinda ikkinchi bo'limda ular sal passivroq harakat qildi. Bizniki balki faollashganimiz sababdir balki. Lekin umumiy qilib oladigan bo'lsak, Qo'qon jamoasini o'yini menimcha ancha yaxshi shakllanib boryapti. O'yin tugagandan keyin o'z-o'zi Abduh Ne'matovni ko'tarib olib chiqib ketdi futbolchimiz. Jarohat qanday? Hozir so'radim, yaxshi bo'lsa kerak. Endi hozir o'sha vrachlarimiz uni ko'rib chiqadi, shundan keyin xulosa qilamiz. Menimcha jiddiy jarohat bo'lmagan. O'ziqulaga Nasaf oxirgi yillari o'sha vazifa qo'yilganda vazifani uddaladi ham, chempionlik vazifasi. Lekin deylik 5-6 yilga davr esilgan bo'lsak, Nasafda vazifa bo'lmasdi va Nasaf juda ham bir chiroyli hujumkor futbol namoyish etadi. Masalan, 3-0 hisob yuz turganda ham hujum qilishdan to'xtamasdi. Hozir ham o'shanga o'xshash holat, ya'ni qaysi ma'nodaki jamoa oldida vazifa yo'q, chunki hamma biladi qanaqa muammolar oldida turgani uchun. Shu sababli jamoa oldida vazifa yo'q, lekin nima uchun jamoaning o'yini o'sha 5-6 yil oldin ham vazifa qo'ymagan paytda zo'r chiroyli futbol o'ynadi. Hozir nima ishlayapti jamoa o'sha hujumkor ko'p vaziyat yaratadigan chiroyli futbol o'ynayapti. Misol uchun natija ko'rsatish mas'uliyati vazifasi yo'q-ku hozir. Bu mas'uliyatdan emas, boshqa jamoalarni ham bizga qarshi yaxshi kurashayotgani. Endi o'sha paytdagi tarkibimiz bilan hozirgi tarkibimiz ancha farq qilishi mumkin. Lekin o'sha yo'nalishda biz harakat qilishga intilyapmiz, chunki hech qanaqa bosimsiz, hatto bosimsiz deyamiz, biz yigitlar bilan o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz, kamida o'sha o'rinlar uchun kurashish uchun. Bu ham bir vazifa, buni men talab qilyapman. Rahbariyat talab qilmasa ham har bir o'yinda g'alaba qozonishni juda ham xohlayapmiz. Balki bu ozgina bosim berayotgandir. Lekin o'sha siz aytgan o'yinda o'ynashga harakat qilyapmiz. Nima uchun o'sha farq qiladigan bir tarafi ham bor. O'sha paytdagi o'sha tarkibimizdagi maydondagi o'yinchilarning joylashuvi hozirgi sxemamiz bilan o'z sxema farq qilishi mumkin. O'sha oldin hujumkor o'ynaydigan sxemaga o'yinchilar bor edi. Hozir o'sha hujumda qanot hujumchilarimiz kamligi uchun bu sxemaga o'tganimiz uchun balki bu narsa ko'rinmayotgandir. Tushuntira oldimmi menimcha? Chunki hozir bor yigitlarimizdan o'sha sxema tayyorlab o'ynashga harakat qilyapmiz. Agar kuchli vingerlarga ega bo'lganimizda biz o'sha siz aytgan narsa yana ham yaqinroq bo'lishi mumkin edi. Hozir jamoamizda biz umuman vingersiz harakat qilyapmiz. Buni ham o'zingiz ko'rib turibsiz, tushunasiz. O'sha uchun o'sha paytdagi bilan hozirgi farq shunda deb bilaman. Ro'ziqul aka, meni ham savolim bor edi. Mana o'yin avvalida Alibek Davronov jarohat borligi aytildi. Bugun G'olib G'aybullayev ham jarohat oldi. Misol uchun Abduvohid ham o'zi chiqib keta olmadi, olib chiqib ketishdi. Umar Eshmurodovda ham ozgina kontakt bor deydi va hozirgi zaxirasi tor Nasafni
holatida sizga qanchalik qiyinchiliklar tug'dirmoqda, bunchalik ko'p futbolchilarning jarohati yetmaganiga bu oy Boxing Day hisoblanadi. O'sha bir oyda 6 ta tur, deyarli 7 ta tur. May boshidan bitta o'yin o'ynasak, 7 ta tur. Bu ishingizni yanada ham ko'paytirib yubormayaptimi? Qanchalik qiyinchiliklar tug'dirmoqda? Bu juda og'ir. Bundan tashqari bilasizlar, yaqindagina o'sha FIFA kunlarida o'yinchilarim terma jamoaga, Olimpiya terma jamoasiga borib kelishdi. Bu juda ham og'ir. Bir tarkibga egamiz. Bitta o'yinchi agar jarohat olsa, o'rniga yoshda o'ynatishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Alibek mana 2 ta o'yin o'ynamadi, bittasida mag'lubiyatga uchradi, bugun durang bo'ldi. O'sha uchun har bir o'yinchimiz biz uchun juda ham muhim. O'sha uchun ko'proq mana shu o'yinlardan keyin faqat tiklanish haqida ko'p o'ylayapmiz. Hech qanaqa yuklamalar bermayapmiz, faqat tiklanishimiz kerak bo'ladi. O'sha 3 kun davomida o'shanga ko'proq e'tibor qaratib, bu vaziyatdan chiqishga harakat qilyapmiz. Savollar bo'lmasa, matbuot anjumani birinchi qismini shu yerda yakunlaymiz. Barchaga rahmat.